Biz bugun bountyli cheesecake tayyorlaymiz. Mazasi ozisa qoladi. Ham mayin, ham shirin. Pechenini choperda maydalab olamiz. Yoki juvada maydalasa bo'ladi. Pechenimiz mana shunaqa bo'lishi kerak. Uni ustidan sariya yo margarin savoramiz. Aralashtiramiz. Qo'limiz bilan siqqanimizda kartoshkadan shaklli bo'lishi kerak. Men qolipni stretchlab oldim. Pechenini solib, qoshiq bilan yo stakan bilan bosib chiqasiz. Mana shunaqa ko'rinishga kelishi kerak. Xolodilnikka olib qo'yamiz, kremimiz siniqib bo'lgunlaricha. Yarim kilo tvorogga gushonka solamiz, uni ustidan qayma savoramiz. Mikser qilib bir xil massa bo'lgandan keyin kokos trushkasini 150 gram savoramiz. Aralashtirib chetga olib qo'yamiz. Kichkina qozonga 300 gram sut savoramiz. Ustidan agar-agar savoramiz. Istaganlar jile ham solsa bo'ladi. Jilega qaraganda agar-agar injiqmas va ichi esa osonlashtiradi. Past olovda timiy aralashtirib turamiz. Qaynab chiqqandan keyin olovdan olamiz. Qaynamasini solamiz va u qotib qolmasligi uchun mikser qilib turamiz. Agar tezroq tayyor bo'ladi. Uni xolodilnikka 2 soatga qoldirsanglar bo'ladi. Men butun qorong'iga qoldirdim. Ustidan shokolad qo'yib yuboramiz. Aslida kokos o'stirushkani ham sevib qo'ysanglar bo'ladi. Mana ajoyib bountyli shirinligimiz tayyor. Hammaga yoqimli ishtaha.